Xolasidan ayrildi. Nima? Nima dedingiz? Endi nima bo'ladi? Siqilmang opa. Endi nima bo'ladi? Hozirgi holatdan shu narsa ma'lumki, Ya Xudo. keliningiz endi farzand ko'ra olmaydi. Yo'q. Unaqa demang iltimos. Afsuski shunaqa. Yo'q. Bizni vazifamiz sizlarga bu xabarni yetkazish. Bizni kechiringlar. Oy o'lay. Doktor. Eri? Menga qarang. Hammasigacha siz aybdorsiz. Men nima qildim? Nima deganingiz nima qildim? Qizim shu ahvolga tushmagan bo'lardi. Agar siz yaxshi bo'lganingizda. Hali ko'rasiz. Men buni shunday qoldirmayman, bildingizmi? Hamma ayb qizizni o'zida. Halichi bu ishingiz uchun siz javob berasiz, bildingizmi? Hali ko'radiganingizni ko'rsatib qo'yaman men sizga. Navaram uvol ketibdi-da.